Mana menga turmushga chiqmaganingda deylik. Qanday bolaga turmushga chiqqan bo'larding? Boy. Sraz javob beravermadi. O'ylab ko'r. Yo'q, o'ylab aytyapman. Boy. Hamda vibrlan ko'rmaysan-da. Aql, bo'yi uzun, gavdali. Boy. Men senga vibr beryapman. Shoshmay tur. Boy. Aniq boy. Da kelishgan. Boy. O'qimishli. Boy. Kachok. Boy. O'qimishli, ilmli. Boy. Shunda hozir meni boyligim uchun turmushga chiqqan ekansan-da? Siz boymasiz-ku? Engillagan yoshlik chog'imda Ochilmas ekanda. Oltin ko'z. sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi. Xotin. Mana 2025 ham tugayapti-da. Mana shu 2025-yilda sancha qiynadim. So'kdim, baqirdim. Voy. Voy. Qo'ysizchi. Bir ikki marta choynak ushdi piyola bilan. Hujrat qilmasizchi. Qalbingga ozor berdim. Yo'q, kechirim so'ramang. Yo'q. Sen meni eshit. Men qalbdagi gaplarni aytyapman-da. Kechirganman sizni. Men nima qilgan bo'lsam, to'g'ri qildim. Tushunasizmi? To'ppa-to'g'ri qildim. Sen eshak odam bo'lganda-edi. Agar 2026-yilda odam bo'lmasang, bilasan? Undan battar bo'laman. Tushundingmi? Tanlagan ishkalatingga achchiq ekan. Kechga nima ovqat yeymiz? Ovqating tayyormi? Yo'q, unasini yeyapsan. Hali shunaqami? Kechgami? Sizlarning Instagramda like bosgan qizlarni go'shtini yeymiz. Teber davay etalcu. Alo, ha o'rtoq. Nima? Xudo, qachon? Tinchlikmi? Juma kuni. Nimaga menga aytmaysan? Xudo. Yomon bo'pti-ku, endi nima qilaman? Nimaga? Tinchlikmi xotin? Nima bo'ldi? Ijib turing. Yo'q, qiynalmabdim, ish qilib bechoragina, yaxshi odam edi-da. Ha, tinchlikmi xotin? Nima bo'ldi? Dadang mazasi bo'lmadimi? Yo, ayangmi? Bobong, momon kim? Voy, jim turing, o'lgan bo'lishi mumkin ekan. Voy, bechoragina, nimaga unaqa bo'ladi, ha? Ay, yo'q, xotin endi bandachilik, endi bu hammaning boshida bor-da. Kim o'zi, nima bo'ldi? Kim o'ldi? Sen siqilmagin, endi taqdirda. Ha, bo'pti. Kim bo'lardi? Feritda. Ferit otib ketishdi. Qaysi Ferit? Qaysi bo'lardi? Qo'rg'on sirlar serialidagi Feritchi. Padaringga la'nat. Hemshi Feridini ham, serialini ham. Sen bir serial ko'rmada. U xotin bilasan? Bir gapda. Nima uchun ayollar kal bo'lmaydi, bilasan? Chunki ularni senga o'xshagan xotini yo'q. Tovuq miya. Yo'q. Nima? Между прочим, mana bitta dugonam. Kal. Xotin, senga bir savolim bor-da. Qanaqa savol? Shu bir xunuk savol bor-da. Oilaviy, shaxsiy bir hayotimizga aloqasi bor. O'ta jiddiy savol. Hay, bering qaysi savolingizni? Shu bir 2 million dollar bersa, deylik. Sen meni tanlaysanmi yo dollar tanlaysanmi? Dadasi, g'alatimisiz? Shuncha yil yashab, meni kimligimni bilmadingizmi? Ha, конечно, dollar tanlayman.
bunday variantlar yo'qmi? Bunday qulayroq, bunday meni o'ylaydigan variantlar yo'qmi ta'lim? Bunday o'ylab, bunday fikrlab, baribir pul. Men qara, agar mabodo sezgan bo'lsang, gap men haqimda edi. Voy dadasi, qizig'imisiz? Dollar turgan paytda odamni tanlaymanmi? Tim bo'li 2 million dollar bo'lsa. Ya. Ko'chadaman-ku. Dadasi? O'sha 2 millioning bilan qo'sha qaring. Hay. Nanangning uyini bilasan-a? Cho'b yetib ol. Hamma. Davay.